Boysun azaldan o'zining milliy hunarmandchiligi, an'analari, urf-odatlari bilan mashhur. Bu qadriyatlar bir necha asr o'tsa-da hudud aholisi tomonidan e'zozlanadi. Ijodiy guruhimiz bilan tumanning Gaza qishlog'ida bo'lib, Feruza hunarmandchilik markazi faoliyati bilan tanishdik. Xuddi mana shu eshikdan kirishingiz bilanoq siz bir necha asr ortga qaytgandek bo'lasiz. Boisi bu yerda tarixi 200 hatto 250 yillikka borib taqaladigan tarixiy milliy hunarmandchilik buyumlari saqlanadi. Mana bu do'ppilarga e'tibor bersangiz, bu do'ppilarning ayrimlari 180 yillik tarixga ega bo'lsa, boshqalari esa 120-150 yillik tarixga ega do'ppilar hisoblanadi. Mana bu mening ustimdagi ro'mol esa 100 yillik ro'mol ekan. Endi mana bu o'tovga e'tibor bering. Bu o'tov 1800-1900 yillarda cho'ponlar oilasi tomonidan foydalanilgan ekan. O'tovning ichkarisida esa mana shunday 18-19 asrga oid bo'lgan muhit yaratilgan. Bobolarimiz, momolarimiz ilgari har bir uyni yoki kelinning xonasini mana shunday chiroyli so'zanalar bilan bezatishgan. Bu yerda ham aynan shu so'zanalarning turlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bular bog'cha deyiladi. Bular kelinlarning sepini yig'ish uchun ishlatilgan ekan. Bu bog'chalarning ham mana bir necha turi bu yerda chiroyli qilib ko'rsatilgan. Endi mana bu paranjiga e'tibor bering. Bu 1915-yillarga oid bo'lgan paranji hisoblanadi. Feruza Xoliqova bolalikdan momosidan kashtachilik, zardozlik sir-sinoatlarini o'rgangan. Keyinchalik uyida kichik muzey tashkil qilib, ko'p yillik tarixga ega milliy kasbkorlik buyumlari va liboslarni saqlagan. Ayni paytda u o'z hunarmandchilik markaziga ega bo'lib, bu yerda u yoshlarga hunardan ta'lim berish bilan bir qatorda 10 dan oshiq ayollarni ish bilan ta'minlagan. Qolaversa, markazda bir necha asrlik tarixga ega eksponatlar saqlanadigan muzey ham mavjud. Feruza Xoliqovaning sa'y-harakatlari bilan bu bino mana shunday shinam muzeyga aylantirilgan va eng e'tiborli jihati shundaki, bu nafaqat muzey, balki Feruza Xoliqovaning shogirdlari uchun bir o'quv markazi ham tashkil etilgan bu yerda. Bundan tashqari mana shu muzeyga ham mahalliy aholi, ham xorijlik mehmonlar tez-tez tashrif buyurib turishadi. Assalomu alaykum Feruza opa, aytingchi, mana shu eksponatlarni yig'ishga sizga qancha vaqt ketgan? Bu muzeydagi eksponatlar 27 yil davomida yig'ilgan. Ko'rib turganingiz, bu yerda faqat Boysunning etnografiyasi, kashtachiligi, kulolchiligi, liboslari ko'rib turganingizda yig'ishga harakat qilganmiz. 6000 ta eksponatimiz bor muzeyda. Boshqa muzeylardan farqimiz, biz har bitta kashtamizga yoki bo'lmasa libosimizga kelgan mehmonlarimizni ushlab ko'rish, his qilish, shu vaqtda qanday muhitni berishga harakat qilamiz. Bilishimizcha, siz muzeyni bu binoni olishingizdan avval uyingizda tashkil qilgan ekansiz. O'sha muzeyingizda ilk eksponatingiz nima bo'lgan? Ko'za bo'lgan. 17-asrga oid o'sha, lekin u kattaroq edi. Arxeologiya muzeyiga olib borib restavratsiyaga topshirganman. Yana mening e'tiborimni mana shu do'ppi tortdi. Bunga e'tibor bersangiz, hozirgi paytda ham kelinlarimiz xuddi mana shunday do'ppilardan to'ylarda foydalanishyapti. Bu esa aslida bir asrdan ortiq tarixga ega bo'lgan an'ana hisoblanadi bunday do'ppilar va mana shunday ro'molni o'rash uslubi. Mana bu esa setora kurta deb atalar ekan. Bu ham bir asrdan ortiq tarixga ega. Bu kurtalardan ham hozir kelinlarimiz uchun chiroyli obraz yaratishda keng foydalanilyapti. Aytish kerak, ushbu muzey nafaqat ko'p yillik milliy hunarmandchilik an'analarini saqlab qolish, balki ularni yanada boyitish va keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida tashkil etilgan. Bu yerda har bir eksponat xalqimizning mehnatsevarligi, badiiy tafakkuri va yaratuvchanligidan darak beradi. Shu bilan birga muzey qoshidagi o'quv markazi yoshlarni amaliy hunar sir-asrorlariga o'rgatish, ularda milliy qadriyatlarga hurmat va ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qilmoqda.